Bu joyda ichimlik hidini sezdingizmi? Vaziyatni bo'rtirib yuborgandekmiz. Jayang Cheng ehtimol mast bo'lgandir va shunchaki o'z ajdodlarini ziyorat qilmoqchi bo'lgan. Faqat shu xolos. Bilasizmi, u menga hech qachon ota-onasi haqida gapirmagan. Erkak oilasi uchun tayanch bo'lish kerak. Lekin mast bo'lganda u boladek bo'lib qoladi. Demak, u shuncha vaqt yuragidagi og'riq bilan yashabdi. Alo, hayotim. Hayotim, ishdan qaytyapsan? Men nonushtani deyarli tayyorlab bo'ldim. Bilasan-ku, ovqat tayyorlashni bilmayman, lekin bir nechta tuxum qovurish qiyin emas. Nima bo'ldi hayotim? Hech narsa hayotim. Shunchaki ba'zi ishlarni tugatishga ulgurmayapman. Uyga kelganimda hammasini tushuntiraman. Shunchalik bandmi? Bugun kelishuv muddati tugaydi. Jeshga qaytgach, unga xushxabarni aytaman. Agar biz kelmaganimizda Jayan oilasi ajdodlarining buyuk hissasi haqida hech kim bilmagan bo'lardi. Nima bo'pti? Albatta bu qahramonlar hurmatga loyiq. Lekin bu Jayan Cheng yaxshi odam degani emas-ku. Rostdan ham bunga ishonish qiyin. Uni oilasida hamma qahramon, halol va hurmatli odamlar bo'lgan. Bu esa o'rtamiyona va betayin bo'lib chiqdi. Erimni betayin deb kim aytdi? Jayan oilasi. Bu Jayan oilasi. Jayang Cheng bu Jayang Cheng. U oilasining sha'niga dog' tushirdi.